ikkinchi yangiligimiz inventar saralanishi funksiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Bilasizlar, hammani inventarida mana bu joyda keyslar, populyarnoslari va albattalar hammasi chalkash-chulkash bo'lib turadi. 3.8 versiyadan boshlab esa bu joyga saralash funksiyasi qo'shilar ekan, ya'ni mana bu joyda sizda bor faqat keys va lobbilar ko'rinib turadi. Keysini qayerda deb qidirib o'tirmaysiz mana bu yerdan. Prosta o'sha mana bu keys bo'limiga o'tsangiz barcha keysingiz chiqadi. Mana bu yerda sizda bor barcha materiallar va materialga aloqador narsalar chiqadi. Bu joyda esa sizda bor barcha populyarnoslar ko'rinib turadi. Bu joyda esa unaqa maxsus yashichalarni topa olasiz. Menimcha juda ham zo'r funksiya, hammaga foydali. Mana bu yerda boshingiz aylanib ketmaydi-da, sirazi saralangan joydan o'zingizga kerakli narsani qanchaligini bilib olsangiz bo'ladi. Endi esa keyingi yangiligimiz yangi Erangel kartasidagi eventimiz haqida gaplashib o'tamiz. Ikkinchi yangiligimiz tug'ilish orolidagi o'zgarishlar. Tug'ilish orolimizda hozir beta versiyamizda bunaqa kaboblar, shashliklar qo'yilgan. Menimcha bu o'sha Qurbon hayiti uchun tayyorgarlik qilingan va mana bu qo'zichoqni oldiga kelib, donat tugmasini bosib, collect qilsak bizga maxsus qo'zichoq mana bu narsasini berar ekan. Donat degani bu ehson degani, tipi ehson qilib maxsus narsani qo'lga kirityapmiz. Buni hozir qanday qilib ishlatishni video davomida ko'rib chiqamiz. Mana o'sha qo'zichoqni oldingiz va yerga tushishingiz bilan qo'zichoqni ishlatib, yaxshigina lootga ega bo'la olasiz. Bu degani keyingi sondan boshlab yerdan qurol oqtarib o'tirmaysiz. Bir joyga yashinib tushib olasiz va qo'zichoqingizni ishlatib, tayyor unaqa bir ikkita odamni o'ldirishga yetadigan qurolni qo'lga kirita olasiz. Boshqa payt M416 ham tushib qolishi mumkin. Menimcha juda ham zo'r. Kreyslar uchun ajoyib tema. Keyingi esa 3-yangiligimiz samolyot uchish animatsiyasi. Keyingi sezonda bunaqa poyezdli ajoyib rejim bizni kutyapti. Video davomida ko'ramiz. Unda bunaqa samolyot uchish effekti qo'shilar ekan. Hozircha ovoz effektlari yo'q, lekin ko'rinishi yomon emas, chiroyli qilib ishlangan. 4-yangiligimiz esa xaritamizning ko'rinishi. Xaritamiz bo'ylab mana bu sariq narsalarda poyezdlar yuradi, tepadagi ko'k joylarda esa asosiy eventlar bo'ladi. Hozir o'sha joylarga tushib, qanaqa o'zgarishlar borligini birlikda ko'rib olamiz. Xolos, mana shunaqa xarita bo'lar ekan. Ha bo'lmasam keyingi 5-yangiligimiz asosiy eventimiz. Asosiy eventimiz ikkita bo'ladi. Bittasi mana shu shooting range pastda va bittasi fermada bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Asosiy eventimiz hozirgi o'sha vaqtli rejimimizga o'xshab ketadi. Faqat osmonda emas, bu yerda bo'ladi. Uylarini ko'rinishlari deyarli bir xil, qurilish joylari va mana eventimizdagi o't o'lanlar ham o'xshab ketadi, bir xil qilib yasashgan. Mana bu tushayotgan joyimiz o'sha poyezd to'xtaydigan maxsus vokzallar stansiyasi. Bu joyda poyezd chaqirsak bo'ladi va poyezdga o'tirib minsak ham bo'ladi. Video davomida ko'ramiz. Undan oldin mana shu eventimizni bir ko'zdan kechirib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Deyarli bir xil mana. Mazza qilib ochsalar ham bo'ladi, kreyslar